O'sha paytlar bor-yo'g'i 9 yoshda edim. Yaqindagina yangi uyga ko'chib o'tgandik. Bizning uyimiz 6-qavatda edi, eng oxirida joylashgan. Ya'ni binoga kirgach eng uzoq yo'l bizning uy edi. Yaxshiyam zinaga chiqish shart emas. Yana bir qavatda 4 ta kvartira joylashgan. Bir kuni soat 2lar atrofida o'qishdan keldim. O'sha vaqtda ota-onam kamida 3 soatsiz uyga qaytmas edi. Men uyga vazifalarimni bajardim, televizor ko'rdim va muzlatgichni bo'shatayotgandim. Keyin esa kompyuterda o'yin o'ynashga qaror qildim. Birozdan eshik qo'ng'irog'i ovozi eshitildi. Bu juda g'alati edi, chunki ota-onamda o'zlarining kalitlari bor edi. Va bu paytlar odatda uyga odam kelmasdi. Eshik oldiga bordim va kim ekanligini so'radim. Bir erkakning ovozi eshitildi. Salom, men elektr kompaniyasidanman. Hisoblagichlarni tekshiryapmiz. Kirib siznikini tekshirsam bo'ladimi? Uzoq vaqt ketmaydi. Men glazokka qaradim va bir yosh odamni ko'rdim. 30 yosh atrofida edi. Juda toza, yaxshi kiyingan. Sochlari bir tarafga qayrilgan. Qo'lda bo'lsa qog'ozlari bor edi. Endi eshikni ochmoqchi bo'lganimda bir narsani payqab qoldim. Obyektivda yon taraflarni ko'rish imkoni bor edi. Shunda haligi odamning yonida o'tkir narsaga o'xshagan nimadir yaltiradi. Bu bor-yo'g'i 1 soniya davom etdi. Lekin keyin bo'lsa yon tarafda kimningdir bolta ushlab turganligini ko'rdim. Glazokdan yashirinib turgandi. O'sha paytda aqldan ozay dedim. Orqaga 1-2 qadam yurganim esimda va titrab xonam tomon yurdim. O'sha xonaga borib eshikni yopib oldim va ota-onam kelmaguncha chiqmadim. Qo'ng'iroq yana bir necha daqiqa chalindi. Keyin bu holat to'xtadi. Boshimdan o'tgan voqeani hozirgacha hech kimga aytmaganman va bu voqeadan oz bo'lsa-da saboq oldingiz degan umiddaman.